Bu Rajab oyini 27-kechalari Me'roj kechasi. Me'roj kechasi oldimizda turganligi uchun bu kechada ham o'ziga xos yaxshi bir tavozu bilan ibodatda bo'lishlik, Alloh qodir qilguncha Allohning rizoligini qidirib, Allohdan iltijolar qilib, gunohlarimizni mag'firatini Xudodan so'rab, xufton namozidan keyin A'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb 7 marotaba sura-i Fotihani o'qib, zikr tasbihlarni aytgandan keyin Yaratganning dargohiga qo'llarimizni ko'tarib, Allohdan nima talabinglar bo'lsa, Allohdan nima istaginglar bo'lsa, xatolarimizni, gunohlarimizni mag'firatini Xudodan so'rab, o'ziga qodir bo'lguncha ibodat qiladigan kun mana shu kelayotgan Me'roj kechasi, Rajab oyining 27-kechalari mana shu Rajab oyiga berilgan ulug' fazilatli kechalardan bittasi ekan.